Hozir mana shu Hisense Xitoy televizoriga 72 ekranlik. O'zini platasini remont qilamiz dedik. Remont ochib qarasak, tedekis ketgan, yorib yuborgan. Kadavy tranzistor urib qo'yyapti, ikkita uchta qo'ysak, ochib qarasak, tedekis ketgan. Tedekisda urib yuboribdi, yorib yuborgan. Hozir endi mana shuni Xitoy plata qo'yamiz. Xitoy plata o'rnatib, joyiga qo'yib bo'ldim o'zi. Qo'yib ham bo'ldim Xitoy platasini mana almashtirib. Platasi. Mana televizorimiz yangi bo'lib qoldi. Yangi qilib hozir ishladi, orqasini yopishga tayyor qilib qo'ydik. Xudo xolasa bir chiroyli ko'rsatyapti. Ko'ringlar. Samsung ekran. Samsung 72. O'slarni ham qarang, chiroyli yarqiratib, artib, tozalab, bir ish qilganda mehr bilan berib ish qilsangiz, o'zingiz qilgan ishingizdan nima deydi? Quvonasiz-da, chiroyli ish qilganingizdan. Klientlar ham rozi bo'ladi. Yaxshi ish qilganingizdan keyin klient ham ko'p bo'ladi mana. Qarang. Mana Xitoy plata 72. Diagonal 72 televizorda ochadi bemalol, qiynalmasdan. Kondensatorni ham ko'ryapsizlarmi? Kondensatori ham qancha katta. 680 mega shunaqa mana 330 450 voltga 330 mikrofarad mana. Katta sig'imda bochkasi. Kondensatorlar ham yo'g'i joyida mana. Mana tuyularimiz bu yerda turibdi hozir. Ham yo'g'ini tekshirib ko'rdik. Qopqog'ini yopishga tayyor qilib qo'ydim mana. Hisense televizor mana shu. Hisense Color TV 2967. 29 bu 72 bo'ladi. O'z razmerimizga. Mana shu ishxonamiz, joyimiz. Bu priborim mana. Bu kichkina LG televizorimiz original. Hozir qo'yib ko'rsatib beraman. Ishimizni yakunlaymiz, xudo xolasa. Ma'qul kelsa, bittadan like bosib yuborasizlar. O'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Kanalimga a'zo bo'lib qo'yinglar. Mana shu televizor mana. Xudo xolasa yana yangi videolar joylab turaman. Ko'rishguncha kanalimizda. Barchalaringiz sog' bo'linglar.